Salom, qanday jigit o'zi anov? 10 soatdan beri qiz bolani kuttiryapman. Hech kim kelgan yo'q вообще. Yesi kelsa kelsin. Kelmaytin bo'lsa men kutmayman. Salom. Shahnoz opaning qizlari siz bo'lasizmi? Salim. Ya men. Ahad degan jigit siz qo'y. Siz hali o'zbek emasmisiz? Ya kazoshka. Yaxshi. Demak oilada janjal bo'lmas ekanda. Al. Yaxshimisiz deyman? Men yaxshiman, biroq gul qayda? Podarka qayda? Kezish yo'qsa kelaman-ya. Qanaqa gul? Qanaqa podarka? Har bitta uchrashuvga chiqqan qizimga gul bilan podarka tashirsam, oilamni kim boqadi? Biz hali siz bilan oila quramizmi, yo'qmi? No degan qizlarga uni doshchi bilmaydi. Ozgina bo'lsa hamchi qozoqchani yaxshi bilaman, xo'p. Hop, qizlarga gul yoqar ekan. Bolalarga ovqat yoqadi. Qani qozoqcha 5 barmoq. No точно adam bo'lmaydi. Xolos. Mayli, bo'lar ish bo'ldi. Yuring nariroqda gummaxona bor, o'tirib gaplashib olamiz. Gummaxona deyman, gumma. Jigitim, o'sha yerda restoran bor. Sol joyga kiramiz. Yana rasxotmi? Tushunmadim. Yuring, mayli deyman. Jur. Ey xudo, o'zingiz sabr ber. O'tiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kimsiz? Ishga nimalar bor? Iskandar kabob, kamyarak, cho'p shish. Sizga nima aytay? Menga ishdan kerak emas. Diyetami? Xo'sh. Menga bundan bera qoling. Xabar. Rahmat. Nima? O'zingiz hech narsa yemayman dedingiz-ku? Kimsizlar? Siron, turesiz. Rahmat. Hech narsa kerak emasmi? Yo'q. Olsangchi. Shuni qanday ovqat? Rahmat. Meni ham, siz ham uydagilaringiz rozi. Ko'rinishingizdan siz ham roziga o'xshaysiz. Xullas, to'ydan keyin chiqerda ishlamaysiz. Men o'zim boqaman. Ikkinchidan, haligi mahrga yelik so'raydigan qizlardan emasmisiz? So'rasamchi? Birinchidan, bizda qozoqlarda qalin mol beriladi. Normalniy summada to'laydigan bo'lsangiz, mumkin o'ylab ko'rayotgan sharim. Al ikkinchidan, kim aytdi meni sizga rozi deb? Shunaqa deng. Ketamizmi? Ya ketik. Yemabsiz-da ovqatingizni. Rahmat, jiming. Ofitsiant. Saboyga idish berib yuboring. Saboy? Zачем надо? Yot qo'y, yerda restoranda o'tirmiz. Kerak emas. Yaxshi qiz. Men bu ovqatlarni ishlab topgan pulimga sotib olyapman. Uyalayotgan bo'lsangiz, chiqib ketavering. Orqangizdan olib chiqib boraman. To'xtang. To'xtang endi. Buni sizga olgandim. Uyingizga olib borib yeysiz. To'g'ri tushuning. Men ko'chaga pulni sochadigan bola emasman. Sadaqa qiling. Sadaqa qiling. Ranjimasangiz tomoqni solatonga bersak bo'ladimi? Mayli. Salomatsizmi? Sizni tomoqni jeb olamiz, ya? Nima bor? Sizga ko'mak kerak o'zingiz. Mening tilimda tushunmaysiz, biroq o'zi sizga ma'qulmi? Jeb olamiz. Yuring ketdi, yuzga kuzatib qo'yaman. Ketmaymiz ya mashinamda.
Nega yana? O'zi endi ko'chib keldik. Sosedlarning to'ylamasin. Nimada ketasiz unda? Bilmayman nega ketdi. Nega ketdi, so'da ketdim. Jumsim bo'lmasin endi. Yaxshi yetib oling. Ben olganimdan ey yuragimga bu dabdalam Chiroyingga aldanib man qo'shlari qaram O'zga bilanligingni eslasam titrar tanam Bugun hamrohim yolg'izlik va qorong'u xonam Erkaniklaring oshib ketsa ham kechagirada Shunchaki jim kuzatib turar edim naridan Ishonardim bir kun kelib o'zgarasan deb Baribir men uchun yurakdan sevasan deb Donam yuragimda eding yagonam Atrofimda eding parvona Bugun esa bo'lding begona Stop. Qolganda o'zim ketib olaman. Mayli. Ko'rishguncha. Stochnaga aytib ko'rishmaymiz. Meni ham ko'zim uchib turgani yo'q, maylimi? O'zi qaysar bo'lsa ham. Yaxshi qiz ekan lekin. Ne bo'ldi qizim? Kechen demay kirib ketding. Kezdeshuv qalay bo'ldi? Jigit sаған unadimi? Сөйлескенде telefon jiyistirib o'tib, Mam, aytdim qo'y, men baribir bu yil turmushga chiqmayman deb. O'zimni barimcha javob ko'rsatib qoldim. Ular qaytib kelmaydi. және Manga вообще unagan yo'q. U mening odamim emas. Qiz bolani hurmatlaydi bilmaydi. Biroq menga teg emas. Jmot. неге олай дейсің қызым? Біреудің жақсы баласын ондай деме. Sabay ата, sabay. Ап кетеді әрине. Оның тауған ақшасы, алуға ақысы бар. Ондай деме. Сен өзіңе ұнамаған болса мақұл, бірақ бұны әжең тауған, әжеңнің туысқандары еді бұлар. Жақсы семья еді. Саған ұнамады ма? Бәрібір бұл жылдан қамайсың. Бәрібір осы жылы күйеуге береміз сені. Саған тура келетін жігіт тауып қойдық. Тағы өзбек па? Ұлттың жаманы болмайдық. Самый главный адам болсын, қызым. Олай деме, кездесуге шығасын болды. Ey, ko'zingga qarasang bo'lmaydimi? Ha? Urib ketganimda nima bo'lardi? Shahnoza opangizmi? Ник deb aytamaysizmi mashinani? Ko'zingga qaramaysinmi? Ravani sotib olgansinmi? O'zing-ku telefonda gaplashib kelyapsan. Yo nima? Men bilan uchrashish uchun ataylab qildingmi? Tuppoysinmi sen? Ataylab qilgansan. Sen men кездесем deb ko'zim uchib turgan jeri yo'q. Onsizda кездесуге ketib bora жатырмын. Qayerga? Кездесуге? Men ham uchrashuvga ketyapman. Yaxshi. Mayli. Boraver. Tuppoy. Uchrashuv kezadimi? Uchrashuv kezadi. Selam size. Salom. Yaxshimisiz? Bugunni sizga oladim. Rahmat. Marhamat. Men shod eshitdim yo'lingda Ataymi gul tanglabsiz. Rahmat. Endi 500 ming olganimdan keyin zo'r bo'ladi-da. pinhona faryod eshitdim Selam size. Salom. Yaxshimisiz? Bugunni sizga oladim. Rahmat. Marhamat. Ataymi gul tanglabsiz. Endi 500 ming olganimdan keyin zo'r bo'ladi-da. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qizimizga bering. Yo'q, men ishdan kelmayman. Bo'lmasam shu qizimizga o'xshagan shirinidan ikkita shirinlik bering. Nimadir ichamizmi?
Ya mumkin ay soatda. Aytganini olib keling. Xo'p, birovim. Bilasizmi? Oyim qozoq qizi bilan uchrashuvga chiqasan deganda juda ham xursand bo'lib ketdim. Sababi qozoq qizlarini juda ham yaxshi ko'raman va hurmat qilaman. Siz menga juda ham yoqib qoldingiz. Go'zal va latofatli ekansiz. Yoqimli ishtaha. Bu esa sizniki. Latte. Bizga qarayotgan afishlar qani? Umi? Uni mazasi bo'lmay qoldi. Mana tortib oling. Hozir. Uchrashishga boshqa restoran qurib ketganmi? Tushunmadim. Yaxshi o'tiribsizlar. Yana bu narsa buyurtma qilmaysizlarmi? Ustira beraka. O'zi hozir keldi-ku. Siz ham yemadik hali. Xohlasanglar, saboy qilib beraman. Ey, Hı? nima men senga saboy ko'tarib yuradigan odamga o'xshaymanmi? Uzr. Hozir sho'tinglarni olib kelaman. ostonangda qolib ketdi sevgan mani To'xtang. Ahad. Ne uchun kirdingiz? Ne maqsadda kirdingiz? Nima ishing bor? yor ishqingga devonangman To'xtangiz. Ahad. Ne uchun kirdingiz? Ne maqsadda kirdingiz? Nima ishing bor? Shunga tegmoqchimisan? Shu oliftaga tegmoqchimisan? Mayli, nima ham derdik? Baxtli bo'linglar. Sabina, qayerga ketib qoldingiz? Axir bu gullarni sizga deb olganman. Menga gul kerak emas. Bo'lmasa, yuring, mashinamda borib qo'yay. Yo'q, men o'zim avtobusda ketaman. Avtobusda? Endi avtobusga chiqsam, tanishlarim ko'rsa, uyalib qolaman. Bo'lmasam, gullarni olsangiz bo'lardi. Yo'q. Turar edim naridan, ishonardim bir kun kelib o'zgarasan deb. Baribir men uchun yurakdan sevasan deb. yuragimda eding yagona atrofimda eding parvona bugun esa bo'lding Uzatib qo'ymadim. Sag'an ne? O'tir mashinaga, uyingga olib borib qo'yaman. Ne? O'tir deyman, uyingga olib borib qo'yaman, damoy. Aytdim qo'y Sag'an, sening mashinangda ketdingman deb. Yana avtobusmi? Hatya bir peshkom ketaylik. Qozoq kelin serialida biz aynan mana shu qismda birga bo'lib baxtli bo'lib ketishimiz kerak edi, lekin taqdirni bizga nisbatan o'zini o'ylab qo'ygan ssenariysi bor ekan. Shuning uchun ekrandan uzoqlashmizlar. Так что hali beri xayrlashmaymiz.